Pogobga qadoqda. Chiroyli pogobga qilgan. Buni ham qarang, chiroyli qilgan, juda ham. Dindan qarang. Mana Mashalloh. oddiygina bir mahsulotning chiroyli brend bilan, chiroyli qadoq bilan mana odamda havas keladi. Mana qadoqlar. Mana gapirayotganlar qani bir mana bu qadoqlarga e'tibor beraylik. Nimadir mahsulot juda bir endi biz tushunmaymiz. To'g'risi gap ojiz biz, lekin qadoq upakovka hammasi o'zini brendi bilan mana chiroyli holatda o'ta ham go'zal qilib 2025-yil 19-aprel mana chili pomidorlar mana. Mana olmani qarang, suvni. Bu bir qatorlimiki, ikki qatorlimiki, hozirki? Bir qator va mana buni yo'lda artib chiqqan yo'shedi. Mana shunaqa mahsulotlar 2025-yil O'zbekistondan eksport bo'ladi. Olmani qarang. Brend qarang, juda ham chiroyli, juda ham go'zal. Assalomu alaykum. Xudo xolasa inshaalloh. Mana yashilni qarang, hozirki mana uni qarang hozirki. Yashil zo'r ekan. Buni qani ko'tarinchi bittasini hozir. Mana yashil, mana brend. Mana. Havo kiradon qilib simli qilgan mana. Zavodda qatirgandan qilib, qo'g'illar mana. Mana odam rohatlanadigan holat tomosha qilib.